O'zbek adabiyoti va milliy she'riyatimiz tarixida o'zining betakror so'zi, o'ziga xos so'z dunyosi bilan alohida o'rin egallagan O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov nomini yod etish, uning bebaho ijodini keng targ'ib qilish, yosh avlodni vatanparvarlik va o'zbek tiliga muhabbat ruhida tarbiyalash maqsadida an'anaviy ijodiy festival tashkil etildi. Ikkinchi bor o'tkazilayotgan adabiyot va madaniyat hayotida muhim voqelikka aylanayotgan mazkur festivalda 1000 nafarga yaqin she'riyat ixlosmandlari, yozuvchi va shoirlar, san'at namoyandalari, jamoat arboblari hamda Erkin Vohidovning yaqinlari ishtirok etishdi. Erkin Vohidov 20-asrning ikkinchi yarmida yashagan buyuk shoir va dramaturg. Uning she'rlari hayot haqida chuqur fikrlar bilan to'la edi. Adib hayotning qiyinchiliklari va ziddiyatlaridan qochmay, ularni ochiq, oydin va matonat bilan ko'rsata olgan. Bo'stonliq tog'lar bag'rida so'zga uy, she'rga maskan barpo etildi. O'zbek adabiyotining zabardast shoiri, O'zbekiston qahramoni, xalq ardog'idagi so'z sardori xotirasi abadiylashtirildi. Erkin Vohidov haykali o'rnatildi. Bugun ijod shaydolari, so'zning haqiqiy egasi Erkin Vohidov nomini e'zozlash uchun yig'ildi. Bu haykal mehrdan, hurmatdan bunyod etildi. Yodgorlik adibning yodi nafaqat xotiralarda, balki yuraklarda mangu yashashi uchun qadr osladi. Yurtdoshim, bog'ingga bir nihol qada, bu nihol nomini yaxshilik ata. Niholing yoniga bir gul ekib qo'y, bu gulning nomini go'zallik deb qo'y. Tantanali marosimda shoirning oila a'zolari, hamqalam do'stlari, adabiyot va san'at ahli, yosh ijodkorlar, she'riyat ixlosmandlari qatnashdi. Bir haftada men yana otamning yuragida she'r yashardi. U faqat qo'li bilan emas, qalbi bilan yozdi, dedi Erkin Vohidovning qizi. Xotira kechasida telekanalimizga bergan intervyusida. Shu haykal misolida xuddi o'zlari o'tirgandek, chunki uyimizda shunaqa ko'p, shunaqa maskanlarda o'tirgan rasmlari, his-hayajonimiz ichimizga sig'mayapti, to'g'risi. Kelganimizdan beri ko'zimizga yosh keldi, albatta. Bizga ozgincha qiyinroq, chunki o'zlarini emas, o'zlarini qiyofalaridagi haykalni ko'rish. Lekin bir tomondan bu bitta sharaf. Bizning otamizga shunchalar katta e'tibor berayotgan yurtboshimizga katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov xotirasiga bag'ishlangan an'anaviy ijodiy festivalning Evoq deb nomlanishining ramziy ma'nosi bor. Evoq so'zi Erkin Vohidovning ijodiy ruhi va hayratini ham belgilaydi. Uning asarlariga alohida rang va xarakter beradi. Erkin akam kitob tagiga nuqta qo'yib vaqt unda qo'yib qo'yardilar-da. Shunday taqdim qilganlarda kitoblarning tagiga shunaqangi qo'l qo'yardilar. Unda o'sha yozuvni olishing bilan voh deb o'zing ham voh deb borardingiz-da. Chunki o'shaning tagida Erkin akam hamma ijodi va ijodi tufayli, haqiqati tufayli, adolati tufayli iztiroblari ham o'sha voqt ichida berilgan. Odam kasbiga shaxsiyati o'xshash kerak. Yozgan ijodi, kitobi, yozgan she'rini ichida o'zi yashash kerak, o'zi bo'lish kerak. Erkin Vohidov shaxs edi. Erkin Vohidov hayotdan ketdi, ammo uning so'zi qoldi. Bu so'z elning so'zi. U Behbudiy, Cho'lpon, Qodiriylar an'anasini davom ettirdi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aziz Sermekbayev, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent viloyatidan.